Toshkent viloyati Ichki ishlar bosh boshqarmasi internet orqali sodir etilayotgan yangi turdagi kiberfiribgarlikdan ogohlikka chaqiradi. Bojxona qo'mitasi nomidan fuqarolar pullarini o'zlashtirgan jinoiy guruh qo'lga olindi. Misollara tovarlar bojxonadan kirib kelyapti deb guruh ochib, o'zi yo'q narsa u narsalar. Narsalar tashladim, xaladilnik bu narsalar tashlab, odamlardan aldab pul olishni boshladim men ham. Boshida ozroq oldim. Keyin o'rtog'im ham qo'shildi ishga. O'rtog'im qo'shilgandan keyin shu ko'payib ketib qoldi. Ko'proq pul oldik. Bu ishni hech kimga tavsiya qilmayman. Qayta bunaqa ishga umuman yaqinlashmaymiz ham, hech nima qilmaymiz. Kechirishingizni so'raymiz, to'g'ri yo'lda qayta to'g'ri yo'lda yuramiz. O'ylab o'lsakamiz bari. Tamoyilga aloqasi yo'q, hech qanaqa mahsulotda hech qanaqa ishimiz yo'q. Mahsulot narxi arzonligi uchun shu tamoyil arzon musodara qilingan tovarlar deb yozib qo'yganmiz. Gruppa nomini Telegramda. Klientlar so'rashardi, mahsulot nima bo'ldi, yetkazib berasizlarmi deb. Telefon qilib bog'lanib, klientlar bilan qolgan to'lovingizni ham qilib bering deb so'rar etardik klientlarga. Qolgan to'lovni ham amalga oshirib berardi klientlar. Undan keyin klientlar cho'rnilab qo'yardi. Telefon raqamdan ham, Telegram messenjerlardan ham cho'rnilab qo'yardik. Ishlarimiz hammasidan pushaymonmiz. Tengqullarimizga bunaqa yo'nalishlarni tavsiya bermaymiz, bunaqa yurishlarni, bunaqa oson pulli topishlarni tavsiya bermaymiz. Yaxshi yo'nalishda, o'zini yo'nalishda ishni olib borgani yaxshi. Ishlarimdan xursandman. Qaytarilmaydi bunaqa ishlar. Mazkur holat yuzasidan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida 5 nafar shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168-moddasi 3-qismi BG bandlari bilan ayblov e'lon qilinib, qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda.